Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Bugun men sizlarga Daniyaning jahonga mashhur ertakchisi Hans Christian Andersen haqida ma'lumot bermoqchiman. Hans Christian Andersen 1805-yilda Odenes shahrida dunyoga kelgan. Bolaning otasi kovushduz, onasi esa kir yuvuvchi bo'lib ishlar edi. Shuning uchun Hans kambag'allar maktabiga o'qishga kiradi. Oradan uncha ko'p vaqt o'tmay, ularning oilasi Kopengagenga ko'chadi. Bolaning yashash sharoiti va o'qishi bu yerda ancha-muncha yaxshi bo'ladi. Bo'lajak yozuvchi 1823-yilda Slagels maktabiga o'qishga kiradi. Undan keyin Helsingyorda ta'lim oladi. 1828-yilda esa Kopengagen universitetiga o'qishga kiradi. Fransiya, Shveysariya, Italiya, Gretsiya va Ispaniya singari joylarga sayohat qiladi. Andersenning ijodi 20-yillarning boshlarida boshlanadi. U dastlab lirik she'rlar, roman, drama, yo'l ocherklari, biografik etyudlar yaratadi. Daniyalik Holger qor malikasi vatanparvarlik ruhi bilan yo'g'rilgan. Daniya mening vatanim, ozodlik g'oyasi mujassamlangan. Soqchi, Shiron asiri va boshqa she'rlari poeziya janrida yaratgan eng sara asarlari jumlasiga kiradi. Andersen o'z romanlarida zamonasi uchun juda muhim bo'lgan voqealarni qamrab olishga harakat qiladi. Uning ijodi ko'p qirrali va rang-barangdir. Ayniqsa tarix va ertak asarlari yosh kitobxonlar uchun maroqlidir. Ertaklar, yangi ertaklar va boshqa kitoblarni Andersenning nomini juda mashhur qiladi va uni jahonga tanitadi. Andersen bu kitoblarni yaratishda xalq og'zaki ijodidan unumli foydalanadi. Ularning orzu-umidlarini qog'ozga tushirishga harakat qiladi. Ertaklardagi xarakter va jonli nutqni yanada mukammallashtirishga erishadi. Shuning uchun Andersen yaratgan ertaklar sodda, kitobxon uchun tushunarli bo'lish bilan birga o'quvchilar xotirasida uzoq vaqt saqlanishi xususiyatiga ham ega. Andersen ertaklarida ko'pincha bosh qahramon shahzoda ham emas, malika ham emas, balki oddiy mehnatkash xalqdir. Ular o'zlarining samarali mehnati, aql-idroki, axloq-odoblari bilan kitobxon tahsiniga sazovor bo'ladi. Uning qo'ng'iroqli girdob, kumush tanga, kolbasa sixida sho'rva, go'ng qo'ng'iz va boshqa ertaklari fikrimizga yorqin misol bo'la oladi. Ertakchining qo'ng'iroqli girdob asarini olib ko'raylik. Unda asrlar mobaynida ezilgan og'ir mehnat va zulmdan tinka madori qurigan mehnatkash xalq vakili Blakenning o'z xo'jasiga qarshi turishi kitobxonni quvontiradi. Dyum Chahon, Erkit o'rdakcha, Botqoqlik shohining qizi, Baqa, Burga bilan professor singari ertaklari o'zbek kitobxonlarining ham sevimli asarlariga aylanib ketgan. Aziz kitobxonlar, sizlar Hans Christian Andersen haqida yana ma'lumotga ega bo'lish istagida bo'lsangiz, bizning axborot kutubxona markaziga